Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Amerika Təftiş Məhkəməsi Xitay istihbarat xodimlarini ayıplagan. Reuters agentliğinin 30 iyul günüdəki xəbərə qaraganda, döşənbə günü Xitay Universitetining sobiq professori Brooklynda axborot xodimining havolasi bilan Xitay Kompartiyasi hökumətiga qarşı turgan Amerikalik fəaliyyətçilərni nazorat qilish orqali Xitayning vakolatchisi bo'lgan deb ayıplangan. Xitay akademik Amerikadagi o'qituvchilarning Beijingga xiyonat qilganligini aytgan. Aqlug'chi advokatlar xaridorlarining Xitoyga demokratiya olib kelmoqchi bo'lganligini aytishgan. Brooklyndagi federatsiya taftish amaldorining aytishicha, Amerika fuqarosi Wang Shujun o'zining rahbarlik rolini Nyu-Yorkdagi demokratiyani qo'llaydigan Xitoy diaspora jamiyati orasida ishlatib, faoliyatchilarga oid uchurlarni yiqqan va bu uchurlarni Xitoy davlat bexatarlik ministerligidagi 4 katibash bilan o'rtoqlashgan. Təftiş əməldarı Ellen Sesi echilish sözüdə Zastatillər ömkiga o özünü akademik, fəaliyyətçi, Xitay hökumətiga qarşı demokratiyani təşəbbüs qılğıcı sifatida ko'rsatdi. Əməliyyatda javobgar Wang Shujun Xitay hökumətining qonunsiz vakolatchisi bo'lib, Nyu-Yorkliklarga necha yil josuslik qilgan dedi. 1994-yili Amerikaga ko'chib kelgan Wang 2022-yili 3-oyda qo'lga olingan. O Amerikaning bosh taftishining xabarisiz chet el vakolatchisi bo'lish va Amerika əməldarlarına yalğan so'zlash qatorliq 4 turlik jinoyatini e'tirof qilmagan. Aybluvchilarning aytishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministerligi katibashlari Wangga Hong Kongning demokratiyaga erishishini qo'llaydigan va Tayvan mustaqillik faoliyatchilarining qo'g'duvchilari, shundaqla Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarini nishon qilishni buyurgan. Aqlug'chi advokat Zakari Margos Oxnoma echilish bayonotida Wangning axborot xodimlari bilan demokratiyani qo'llash harakati, jamiyat o'zgarishini ilgari surish to'g'risida so'zlashganligini, ularning vakolatchisi emasligini, axborot amaldori bilan suratga tushganligini, o'zaro aloqasini maxfiy tutishga urinmaydiganligini aytgan. Amerika Adliya ministrligi yaqinqi yillardan buyon Xitoy va Iran qatorliq Amerika dushmanlari o'tirib qo'ygan davlat talqigan besimga qarshi qattiq zarba berdi. Wang familiyalik jinoyati bekitilsa 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi ekan. Amerika Təftiş Məhkəməsi yana Wangning xizmatchisi bo'lgan Xitoyning 4 istihbarat xodimlarini ayıplagan. Sharq Turkiston surgundi hukumati ijtimoiy axborot suhbati X'da buningga inkos qaytarib, Sharq Turkiston surgundi hukumati davlat bexatarlik bo'limi Amerika Adliya ministrligidan muajiratga Uyg'urlar orasida o'zini akademik, kishilik huquq faoliyatchisi va demokratiyani tashabbus qilguvchi deb tasvirlagan, ammo Xitoy hukumatiga maxfiy xizmat qiladigan Xitoyning vakolatchilarini tekshirish va da'vo etishga chaqirdi. Vakolatchilar Beijingning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni to'sishdagi maqsadlarini amalga oshirish uchun muajiratga Uyg'urlarning cho'ng bo'laklarini aktivlik bilan nazorat qiladi, ta'sir ko'rsatadi, hatto zo'r darajada kontrol qiladi. Biz federal tekshirish idorasidan Xitoy hukumatining muajiratga Uyg'ur tashkilotlari va mahallarining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni oldini olish strategiyasini texnik yaxshi tushunish uchun Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining 1996-yildagi 7 numurliq hujjatini o'qishini talab qilamiz. Muajiratga Uyg'urlar orasida Wang Shujunga o'xshash o'zini akademik, faoliyatchi va demokratiyani tashabbus qiluvchi deb tasvirlaydigan shaxslar bor. Ammo Xitoy uchun muajiratimizni nazorat qilish va kontrol qilishdek maxfiy xizmat qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik harakatini buzadi dedi. Tajovuzchi Xitoyning turli tashviqot vositalari Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, zulmni yolg'onga chiqarish tashviqotini kuchaytirmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumati rahbarlari xato hukmning shakllanishining oldini olish, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni kun tartibda tutib turish uchun Xitoyga unumli raddiya bermoqda. Tajovuzchi Xitoyning eng muhim kanallaridan biri bo'lgan Xinhua agentligi 5 avgust kuni Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilish maqsadida xuddi Qashqar shahrining taraqqiyot va xotirjamlikning, qadimiylikning mujassamlangan nuqtasi qilib ko'rsatish orqali sayohatchilarni jalb qilmoqchi bo'lib, Jungoning g'arbiy shimolidagi Shinjongdagi Qashqar qadimiy shahriga keling. Bu qadimki shahar dunyodagi eng cho'ng saqlanib qolgan top qurilishlarning shahri. Qashqar kishini hayron qoldirdi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtun Ali apandi buningga inkos qaytarib, dunyoning eng qadimki shaharlaridan biri bo'lgan Qashqar ishg'ol ostida turmoqda. Uyg'ur kulturining jonliqligi va nafsligi uningda mujassam. Bu shahar sharqdan g'arbga so'zilgan nurg'ulg'an madaniyatlarning uchrashish nuqtasi bo'lib, tarixdan buyon Uyg'urlarning izchil va qizg'in ro'yiga vakillik qildi. 2009 yili Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachi qismlari
Urumchi qirg'inchiligidan keyin qadimiy shaharning 85%ni chaqib etish planini e'lon qildi. Bu buzg'unchilik uning o'zgacha binokorlik meroslarini yo'qotib qolmay, Uyg'urlarga qozondirgan kultural ahamiyatini yo'qotdi. Xitoy uni sayohat manzara rayoniga aylantirish orqali Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yepishni maqsad qilib qolmay, O'rta Osiyoga texmi kengayish uchun strategik asos sifatida qo'llanishni maqsad qiladi dedi. Xitoy jasuslari jasuslikqa qarshi turishdagi eng muhim tahdid deb qaralgan. Washington vaqti xabar to'rining 2 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika jasuslikqa qarshi turishda yangi strategik va tashabbuskorlik siyosatini qo'llangan. Payshanba kuni e'lon qilingan davlatning jasuslikqa qarshi turish strategiyasiga qaraganda, Xitoy axborot xodimlarining jasuslik va texnika o'g'irlashi chet el jasusligiga qarshi turish mulozimatiga eng chong tahdid elib kelgan. 24 betlik strategiya dokladida chet el jasuslari yuqori texnikani qo'llanganlikdan tahdid barg'ansiri murakkab va bayqash ta'sis bo'lyotidi deyilgan. Bu strategiya tunji qitim Amerikaning davlat bexatarligiga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan chet el jasuslarini harakatlanishdan ilgari buzg'unchilikqa uchratishni o'tirg'a qo'ygan. Dokladda aytilishicha, bu programma Amerika va chet eldagi chet el axborot faoliyatlariga qarshi elib berildi ekan. Dokladda yana uchur texnikasi mashg'ulotining oson, tannarxi tuvan va savdo xarakterlik bo'ladiganligi, murakkab jasuslik to'rining hujum faoliyatlarini elib boralaydiganligi ko'rsatilgan bo'lib, raqiblar biologiyalik uskunalar, uchiqsiz sistemalar, yuqori aniqlikdagi suratlar, ilg'or texnikalik kuzatish uskunalari, savdo jasuslik yumshoq detallar va sun'iy idrok qatorliq ilg'or tor qurollarini ishlatish orqali ularning jasuslik, qarshi jasuslik va ta'sir ko'rsatish vazifasini ijro qiladi ekan. Raqiblar Xitoydan boshqa Rossiya, Iran, Chaushyan va boshqa chet el davlatlari, shuningdek davlat sirtidagi guruhlarning jasuslarini o'z ichiga olgan bo'lib, Amerika xalqi va organlariga og'ir ziyon solishni maqsad qiladi ekan. Buning ichida Xitoyning tahdidi eng muhim ekan. Dokladda jasuslikqa qarshi turish mulozimati yana amerikaliklarni davlat ichi va sirtidagi buzg'unchilik, qasdlab o'ldirish yoki boshqa axborot faoliyatlari va harakatlaridan qo'g'dash vazifasini ustiga oladi deyilgan. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Miray, Federatsiya tekshirish idorasining yaqinqi yillardan buyon Xitoyning jasusligi va boshqa axborot harakatlari to'g'risida 2000 dan ortiq tekshirish ilib borganligini aytgan. Xitoyning asosliq axborot mulozimatlari Davlat bexatarlik ministrligi va Jamoat xavfsizligi ministrligi, shundaqla Xalq ozodlik armiyasining axborot o'rinlarini o'z ichiga oladi ekan. Chet elning jasuslik faoliyati maxfiyatlik, sezgir sonliq ma'lumotlar, bilim mulk huquqi va texnika, shundaqla harbiy iqtidorlarni o'g'irlash qatorliqlar bo'lib, chet el jasuslik mulozimati energiya, xabarlashish, chet el va iqtisodiy yordamga hujum qilishga tayyorlik qilmoqda ekan. Jasuslik tahdidi kengligi, hajmi, murakkabligi va ta'sir ko'rsatish qatorliq jihatlarda ko'rilib boqmagan ekan. Dokladda yana bir muhim masala jasuslikqa qarshi turish tirishchanligiga qaramay, nurg'ulg'an chet el axborot faoliyatlarining bayqalmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Deməsən can bergen vətən qiynadı. Abduri Sərvi. Deməsən can bergen vətən qiynadı. Vətənni ruhimnin qıtığa aldım. Ruhim o beyişke tutaşqan cənga. Kiydirgen beşimğa şahanı tacım. Ketsimu qolumdın söygen tupraqım. Vətənim məngüge mening. Mаңала талық о бейбаха тәқтім, чүнкі о әзәлдің меніңла хәққім, хәқ үшін жан бәрдім, хәқ үшін кәттім. Қан кечеш о неме сора меніңдің, шехитлік о неме өйген меніңдің, мән қысас хәнжері, мән етілған оқ, düşmənнің көксіні істә меніңдің. Vətən üçün can vermek ne kadar huzur, bilib al tebessüm katkan yüzümden. Vətəngə aşıqlıq qandaq bir sevda, körüb al sen uçuq ketken gözümden. Ən uluq söygini tapıman desem, kel herem baqqa, kelgin manasqa, izdigin şu yerde qalgan izimden. Behiştin çıqqandek xushbo'y bir puraq, taraydı qonlarim singan tuproqdan. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.